Afg'oniston bir necha yuz mingta miltiq bilan super qushlarni qon qaqshatgan. Amerika esa 100 millionlab odamlar bilan jang qilar edi. Lekin bungacha yetib borish ham deyarli imkonsiz, chunki osmon hamma narsani ko'rib turadi. Bosqin maxfiylikni talab qiladi, ammo maxfiylik 10 yillar oldinoq yo'q bo'lib ketgan. Sun'iy yo'ldoshlar har bir kemani, har bir samolyotni kuzatib boradi. Dronlar kunlab osmonda muallaq turishi mumkin. Radarlar ikki okeanni to'liq qamrab olgan. 91-yil Amerika sun'iy yo'ldoshlari qum ostida yashirilgan tanklarni aniqlagan. Bugun esa ular orbitadan turib avtomobil raqamlarini o'qiy oladi. Tinch okeanini kesib o'tayotgan flot uchirishdan haftalar oldinoq aniqlanadi. Va ular Gavayiga yetib borishdan ancha oldin avianoslar, suv osti kemalari va qiruvchi samolyotlar tomonidan qarshi olinadi. Sensorlar bilan qoplangan sayyora bo'ylab bosqinni yashirincha o'tkazib bo'lmaydi. Shuning uchun yashirin kirish o'rniga dushmanlar hech kim qo'nmasidan oldin Amerikani ichidayoq yemirish uchun qisqa yo'l izlashadi.